Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana Izvisin Gaming kanali. Bugun sizlarning e'tiboringizga Neymar Juniorni 114 kartasi nihoyat qo'shildi va buni biz startlarini obzor qilib sizlar bilan birgalikda o'ynatib ko'ramiz. Tezligi 183, tezligi pastroq, udari ham past. Pasi yaxshi, lekin Neymarning oyog'i 5 ga 5 kelgan, driblingi yaxshi. Va playmaker qobiliyati bor ekan. Finishinglari yaxshi va bu 3 xil pozitsiyada o'ynab bilar ekan va eng yaxshi joyi bunda skill movis 5 ta yulduz ekan. Qani hozir sizlar bilan buni o'ynatib ko'ramiz. Oldin buni Rafinha'ning o'rniga qo'yib yuboraylik. Qani davay. Tak, bu yerda H2O H2O nima edi, head o'ynab ko'ramiz. Qani ketdik. Mana New York degan bratan bilan o'ynaymiz davay. Aytgan savollar, men yangi youtuberman, meni ham podдержка degan umiddaman. Like, comment bosishni esdan chiqarmanglar bratlar, dushi. Tak, bu yerda qobil bor ekan, varatalisti qobil. Yaxshi turadi, lekin varatada bizada Bono bor. Yaxshi, Rafinha, Cafu tarkibi yaxshi ekan. Qani biz boshlar ekanmiz. Neymar boshlab beradi, davay. Yaxshi. Driblingi yaxshi ekan. Qani Dembelida qochmoqchi bu brat. Qochirmaymiz. Aymar. Neymar Santos. Qani davay. Qochib ketamiz. Qani gol bo'lmadi. Voy, bilay bolalar, gol bo'lmadi. Yaxshigina olib borgandim, lekin Neymar yaxshi qochar ekan. Oxirida finishingga pant berib qo'ydi. Bu yerda Di Marco to'pni olib qo'yadi va davay qarshi hujum. Bellingham, Aymar, Bellinghamga yana Neymar qani? Neymar mana. Qani davay. Elastiko olmay qoldi elastikoni. Dembele, Usman Ballon d'Or. Duve qochmoqchi. Buni ham oldini to'sib qo'yamiz. Dembele, yo'q. Dembele gol urib qo'ydi. Nicho bizlar ham uramiz. Qani kechi. Ova. Neymar va yana oyog'in chotini orasidan o'tirib aldab ketamiz. Bo'lmadi. Qani Neymar bitta gol ursin, davay. Husanov bu yerda nima qilyapti bu? Zashtniki Husanov. O'zbekdan endi hujumga ham chiqib turadi orada. Husanovning kartasini ham juda zo'r olib kelishdi. Tezligi himoyachilar ichida eng baland tezlik hozircha Husanovda. Agar xatolashmagan bo'lsam, Duveni oldini to'sa olmadik. Neymar nimaga o'yini ochilmayapti Neymarni, darrov charchadi. Nicho Neymar. Hozir ikkinchi taymni ham o'ynab qo'yamiz. Qani Neymar Junior. Oltin to'p olganda zo'r bo'lardi, lekin oltin to'p olmagani yomon sindirgan buni o'yinini. Bellingham, Aymar, Kante nimalar qilyapti bu Kante? Di Marco davay, futbolkasidan tortamiz. Pedri. Qani bu yerda Bellingham pas Aymarga, Aymar, qani Neymar ochil. Ketding Neymar, qoch Neymar. Yo'q, Neymarni ushlab olishdi. Yo'q. Neymar uniki ekan. Meniki almashib ketibmikan debman.
Stam haligacha bor. Yo, Bellingham o'sha tut. Cafu Winger. Cafu Di Marco, Gabriel, Bellingham, Neymar, Elastico mana oldi to'pni qo'shdik Neymar. O'tkazmayapti-yu Cafu. Neymarning oyog'i 5 ga 5 menimcha. Qani buni Neymarni o'ynatishdan ko'raylikchi. Di Marco o'tkazmadi. Stami qildi, hayda. To'xtalatchi Neymarni bu qanotdan olib o'taylik. Oyog'i 5 ga 5 baribir. Bitta gol urish kerak Neymarda. Bo'lmasa uyat. Mana chiqazordi o'zi. Bu yerda Di Marco, Bellingham, bu yerda Aymar, Neymar charchabdi, lekin qochib ketadi menimcha. Ketdi. Qoch Neymar. Marquinhos. To'pni olib qo'ydi Neymarning og'zidan. Bellingham bu yerda olib qo'ydi. Neymar. O'tkazib yuborsam bo'lardi, nomard. Neymarni hurmati. Nicho akalar. Yana o'ynatib ko'ramiz hali Neymarni. Omad kartasi lekin past kelgan, undan yuqori kartalar chiqsa albatta o'ynatishga yetarli. Driblinglari ancha zo'r. 5 ta skill movisi bor. 5 ta yulduzcha. Oma charchab qolarganda kichik kartasi bo'lgani uchunmi bilmadim. Hali unga ham qobiliyat qo'shsa zo'r bo'lardi lekin. Katta ehtimol bilan Neymarga mana shu Dembeledaqa qobiliyat qo'shilishi mumkin. Nima qo'tyapti bu? Dembele 2-0 ga yutqizib qo'ydi, mayli. Yana nimada o'ynatsa bo'ladi Neymarni va yana bitta o'zini pozitsiyasida o'ynatadi. Strikerga yaramayapti Neymar. 4-3 atakingda o'ynatamiz Neymarni. Davay Neymar. Endi bitta gol uramiz. Ajoyibidan bitta gol uramiz Neymar bilan. Bo'lmasa bo'lmabdi. Qani davaydi match qidirilyapti. Kim bilan tushib qolar ekanmiz? Argentinaga qarshi Braziliya bo'lar ekanda endi. Qani. Ancha kuchli ekan akkaunti. Endi bitta Neymarda ajoyib fintlar bilan gol urib tashlaymiz bu bratanga. Darvozaboni kim ekan? Bonumi? Bunda ham Bonumi? Gabriel Husanov meniki bilan bir xil ekan. Menda Husanov SMga o'tib qopti. Shunga ekanda boya yugurib yurgan. Tak, bunday qilamiz. Husanovni bu yerga qo'yamiz. Aymarni bu yerga qo'yamiz. MBMoni bu yerga qo'yamiz. Davay Aymar. Qoch Neymar qani? Neymar o'zini qanotda. Neymar ochil. Neymar qatga yugurmaysanmi Neymarim? Bu yerda kimga tashadi bu bratan? Gabrielniki ekan. Varatalisga beramiz. Varatalisda dribling ko'rsataman deganim o'xshamadi. Husanov. Beckham. Pachomi bu? Beckham, davay Igor Thiago va Neymar alda Chomeni Maraz. Nimaga o'tkazmaysan Neymarni? Bu yerda qochib ketyapti. Perisic qochyapti. Holland. Bonodan ajoyib save bo'ldi lekin. Bu yerda shunday qilamiz va Igor pas. Bellingham orqa bilan Aymar. O'tkazmayapti bu. Dava attackinga qo'yaylikchi, bitta hujumkor bo'lib o'ynab ko'ramiz. Pacho nima qilyapti? Pacho bu yerda himoyada turibdimi o'zi? Beckham ol. Nima qilyapsan Beckham? Bildi. Yo'q, Husanov jinni dribling qildi demoqchi edim. Xatosini yana to'g'riladi, mayli.
Pas. Bellinghamni o'ziga ana davay endi ketsak bo'lar. Neymar. Oldinga Neymar. Nima qilyapti bu Neymar? O'tib ketolmayapti-yu bu Neymar o'tib. O'rta markazda o'ynatsammikin, o'ng qanotda o'ynataychi, davay. O'ng qanotda o'ynatib ko'raylik-chi. MBMO endi tushdi, MBMO. Jinni o'ynar ekan bu bratman. Davayte bu yerda Neymar Junior. Dribbling. Yordik. Ya Neymar, nimalar qilyapsan Neymar? Endi bitta finishingdan bitta zo'r gol ko'raylik sanni. Davay bu yerdan aldab o'tamiz. Timber oldiga. Nima qildi? Endi Neymar tepish kerak-da buni. Sariq berdi. Necha Beckhamni urib qo'yamiz bu yerda. Neymar ko'rinadimi? Mana Neymar. Neymar bor ekan. Neymarga ber. Neymar. Mayli. Nicho. Neymar alda. Hozircha Neymarda bitta ham gol olganimiz yo'q. Bitta chotki vaziyat yaratib berishimiz kerak Neymarga. Bu yerda gol urib ketishi mumkin. Hayonev urib ketdi. Davay Neymar yurchi Neymar. Neymar Junior. O'yinchini almashtiraylik-chi. Qani? Yo'q, Qobil. Odam emassan Qobil. Qobil, nima qilding Neymarni? Bir teng qilding, shunchalik aldagan. Neymar ochila olmadi, pozitsiyasi xalaqit berdi. Qani Neymar. Qani bitta kelinglar-chi. Nima menga qotib qolyapti menda? Bilmadim, bu pingdanmikan, u boshqa narsadanmikan. Ora-orada yomon qotyapti. Bu yerda hilachilik ishlatamiz. Chilamiz, boshqa qilamiz. Husanov, davay bos. Yo'q, tichvording ekan. Davay bu yerda oxirgi umid Dimarkodan bo'lishi mumkin. Dimarkoni pasi yaxshi, o'ta zo'r darajada va Neymarga kelib tushdi. Neymar oldinga qochib keta olarmikin? Davay, Neymar tur. Ya tichvording bratishka Neymar. Tichvording. Bir zo'r o'yin ko'rsata olmadim-da shu Neymarda. Neymarni driblingi вообще zo'r ekanda, uni tezlikka pas olib kelishdi-da, tezligi qattiq edi-yu Neymarni. Ozgina tezlik qo'shganda yomon qochib ketar ekanligini ora-oradan birga-birda elastiko bilan. Ammo hozirgilarning hammasi kuchli sostav bo'lgani uchun Neymarga non qoldirishmayapti. Temboli 114 kartasi. Yana bitta o'ynab ko'raversammikin? Yana bitta o'ynab ko'rsak ham lekin yomon bo'lmasdi, lekin Neymar uchun. Neymar bir ochilib ketadigan taktikasi bormikan? Qayerda o'ynasam ochilib ketar ekan Neymarning o'yini. Tak, bu yer men bularni to'g'rilab olish kerak endi. Bu yerda assistni Zico yaxshi qilardi. Zico qani? Zico. O'ng qanotda. Davay Garrinchani o'ynatamiz. Buni ham skill mo'yisi 4-5 yulduz edi. Yaxshi pas beradi. Garrincho ham Neymarni driblingi yaxshi, omad tezlikini pas olib kelishdi. Oyog'i ham yaxshi kelgan. Yana bitta match o'ynayveramiz. O'ynayverish kerak. Davayte, Barsaga qarshi Real Madrid El Clasicoda Neymardan gol ko'ramiz. Luis Figo. Anchagina yaxshi, akkaunti normalniy ekan bratni. Krut FC Mobile deydi.
Darvozaboni kim ekan? Joan Garcia ekan. Menimcha 117 ta kartasi 117 talik. David Rayami. Matius Kunyasi bor ekan, uni yaxshi o'ynaydi. Bu yerda Igor Thiago boshlab beradi va bu yerda Garrinchodan ham fint ko'ramiz. Igor bu yoqda Neymar. Yo'q, Neymar. Yaxshi olib chiqdi. Yaxshi. Ankara Neymar bo'lar ekanda bu yog'i. Davay, mana shu gol bo'lsin. Yo'q. Nimaga Neymar gol urolmayapti? Tepadan tepyapti faqat. Yo'q. Qani Garrincha olib qoch. O'ldirmadi. Qattiq ekan, brat. Matius Kunya. Juda qattiq o'ynaydi u brat ham. Bu yerda Husanovga qarshi Gullit to'g'ri kelib qoldi, ammo Gullit qo'rqib pas berib yubordi. Beckham, davay, Igor Thiago, Igor bu yoq bilan ketamiz. Neymar ochil. Davay. Qoch. Yaxshi. Ur. Nima qiyshiq deyapti? Varatar qaytardimi? Neymar. Nimaga gol ura olmayapti Neymar? Bitta gol urdirish kerak edi-da Neymarga. Qancha vaziyat bo'ldi. Neymar ura olmayapti. Birga birni ham ura olmadi. Darvozaboni ham David Raya bo'lar ekanmidi. Mana shuni ur Neymar. Ammo finishingini yomon qilishdi Neymarni. Unaqa emas edi finishing. O'ynalmaydigan qilib tashlashdi-ku Neymarni. Yangi kartasi o'shani o'ynatib bo'lmasa, faqat dribling kuchligan, finishingga kelganda gol ura olmayapti Neymar. Вообще. Mana dribling hammani aldaydi, gap yo'q. Fizически ham kuchli ekan ancha. Lekin finishingga kelganda gol ura olmayapti Neymar. Davay, Timberga qarshi bu yerda Matius Kunya. Alda Elastico. Nima bunda ham bor ekan Junior. Neymar Junior. O'zining qanoti yaxshimikan yo o'ng qanotda o'yna olmayapti. Chapda o'ynataveradi necha. Neymar bitta gol urish kerak, ammo dahshat bo'lmasa ham bitta gol urish kerak. Timberda aldamoqchimi bu? Qoch, Neymar kelyapti. Davay Neymar, oxiriga kelganda ko'rdinglarmi? Timberlarning tezligi kuchli-da, baribir. Mana pasini ko'rdinglarmi? Trivellani Neymar jinni beradi-ya pasni, assistni. Necha biz golga o'ynamayapmiz. Biz Neymarning gol urishi uchun o'ynayapmiz. Afsona. Bu yerda Beckham, Igor Thiago, Zico va Neymar qochib keta olmasa kerak bo'lga qochdi. Oyog'ini tagiga qarab tashlaydi-da, o'zi ham patkatni musur. Asablarim buzilib ketyapti-da, bitta gol ura olmaganimga Neymarda. Mana-ku. Neymarda shantaj qobiliyati bor ekan. Shantaj bo'ldimi yo? Yo'lga berdimi? Husanov bu yerda to'xtatib qolyapti. Neymar oldinga qarab yur, davay. Mana oyoqqa o'ynayapti bu Barsaning legendasi. Pau Kubarsi. Neymar. Penaltimi? Rafinha tushib qoldi Neymarning o'rniga. Davay shu tarafga tepamiz. David Raya qaytarom. Chichvordi. Bo'lmabdi bu. Вообще nima qilyapti bu? Igor Thiago hayotida bunaqa xato qilmasdi-ku penaltida. Omma bratlar bo'ldi. Neymarni hamma narsasi yaxshi kelgan, o'rta me'yor, dribling yaxshi kelgan, lekin davay mana shu Neymar gol ursin, davay. O'zi urmaysanmi? Neymarda bitta gol ko'rmoqchi edim, xatya bu seni Neymaringda.
Neymarning finishingini yaxshi qila olishmabdi, lekin darvozani oldiga borganda o'ynolmayapti. Bu yerda Garrinchadan ko'ramiz zo'r fintlarni, davay. Garrinchadan bitta gol urib beramiz. Mana childi-yu tikkasiga. Ur! David Raya. Refleks jihatdan kuchli ekancha, ona bo'yi pastakkina. Davay Garrincha. Yo'q, nima bo'lgan bularga? Hammasini oyoq kishayib qo'yganmi bularni? Oxiriga qaraganda nima qilyapti bularni hammasi, bo'lmabdi, esyovoy, uchichvore. Oxiriga qaraganda nima qilyapti bular? O'ynolishmayapti-yu umuman.